Assalomu alaykum. Sabah avazlıq əsərləri kanalına xoş gəldiniz. Kanalımızda Qaynam örkişi, Manas dəryasından qaytish, Çala tekkan oq, Anjambay, Sarsan ruh, Qanlıq iz qatarlıq tarixiy romanlar və Sabit Damolamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyaz hojining ish faoliyatları qatarlıq əsərlər var. Əsərlərimizni yoqtirgan bolsanız, dostlarınızga və başqa toplarga tavsiya qilishni unutmang. Rahmat. Əmdi anglaydiganlar, Şinjan Xalq Nashriyati 2005-yil 1-oyda 1-chi qitim nashr qilgan tarixiy roman Qanlıq iz, avtori Muhammad Ali Hilim. 4-bob. Xayrli kecha. Kimning yuragi hamma uchun tepivatgan bo'lsa, u odam haqiqiy buyukdir. Ri Rollan. Barat Palvanning uyi daraxtlar bilan qoplangan, yo'lning ikki tarafidagi eriqdan to'xtamay suv eqib turadigan, shahar markaziga 200 metrcha keladigan yerda edi. Daraxt shoxlariga qo'nib olgan qushlarning yiqimliq sayrashlari kishiga ozodlikni kuylab, qon qusayotgandek tuyg'u beradi. Mahalla ko'ylarning turib ansiz qavab qo'ydigan ishlari yo'chun odamlarni vahimaga silib qo'yadi. Bu ishlarga tonish bo'lgan sabiy bolalarning vangcho'nglari ko'cha jimjitlikni buzib, har holda bir qaynoq hayotning mavjudligidan bishorat berib turadi. Maktabga ketgan bolalarning ota-onalari ular kelgucha yuragi suv holda yurishadi. Shundaqdimi, turlik siyliqlarni o'rindash ishini to'xtatib qo'ymaydi. Balalarining yarim china tamoqni och ko'zlik bilan yeb bo'lib, ko'zlariga mo'ldirlab qarashlari ularning yuragini qilish tilgandek ichish turadi. Nima amal? Ming ishlasimi qo'rsoq ko'rkirab, nag'ri chilib turgan, chapan tizdan oshmagan. Qandoq jahon bo'lib ketdi bu? Mushundaqla yashab o'tib ketarmizmi? Balalarning keyingi kuni qandoq bo'lar? Deyishadi ular, lavlarini ching tishlab. Barat Palvanmo shunda xiyollarda aramsizlanadigan bo'lib qoldi. U endi zulmga taqat qilolmaydigandek qiladi. Savrningmi cheki bo'ldi emasmi? Boshqalarning xo'rlashlariga xo'sh deb turaverish insonning o'zini o'zi oyoq osti qilganligi hisoblandi. O'z qadr-qimmatini tonish va uni saqlash yo'lida kurash qilish chin insonning mas'uliyati. Assalomu alaykum Palvan og'ina, dedi qo'ro ichiga kirib kelganlar orasidagi Turdaxun kulib turib. "Voy, kelinglar, dedi ig'ir xiyollar qaynimida turib uzivatgan Barat Palvan qo'lidagi randini qo'yib, ondan ular bilan bir-birlab ko'rishdi. "Nima yasavatsan? Bekor turmaysan-da", dedi Ablis qari. "Qo'shni qo'limlarning yasaydigan ishik, derazlari bor ekan. Shuni bir nim qilib qo'yay deb bekor tursa odamni g'am besib qoladi ekan", dedi Barat Palvan do'ppisni sal kayniga surib. "Ha, Nasraxon, yo'qab ketding-ku. Alvan yasoq, bojsiyliqning dardida mukchib yurdik", dedi Nasraxon qo'yiq burutlarini silab qo'yib. Uning qora qoshlari ostidagi o'tkir ko'zlariga g'am pardalari tortildi. "Yasin, Baratga qarab ketding-ku. Hevsin kelvatamdu", dedi Turdaxun. "Nima degan qomatli odam bu?" dedi Yasin doktor qara ko'zlarini Barat Palvandan uzmay. "Qara quvon, senmi qarab ketding-ku? Taqtay tilib baqqon kelvatamdu. Qanchlik taqtay chiqar deb o'ylayotdi-da", dedi Ablis qari qara quvonning mursiga urib. Hammasi tangla kulishib ketdi. Bu kulkini anglagan Barat Palvanning ayoli Ajarqan yugurib chiqdi-da, "Voy, sizlar metinglar, obdan turdinglarmi?" dedi illiqlik bilan. "Obdan, o'zingiz qandaroq turdingiz? Xudoga shukri. Qani uyga kiringlar. Voy Barat, bularni uyga boshlamay nima qarab tursiz? Bular yomon ko'pkan. Mushu yerdala yo'l silotaymikin deyman." Ular yana kulishdi. Barat Palvan zo'rg'a kulayotgandek qiladi. Bular asosan tang dematlik bo'lib, 30 yoshlardagi qiron azimatlar edi. Bular onda sanda yig'ilib turmasa, ichi siqilib aramsizlanadi. Bular kichkidilla billa o'ynab, japanimi
halovatnimi tang ko'rib cho'ng bo'lg'achqa bir-biriga shundoq ichakishib ketishgan edi. Ular ancha muncha yig'ilib paranglashib tursa, o'zlarini ko'ngli ichilib, yengillab qolgandek his qilishadi. Bularning inoqligiga yurt ahlimi qoyil. Ular uyga kirib o'ltirishgandan keyin duoga qo'l ko'tarishdi. Amin. Yaxshi turdinglarmi? Uy ichi tinch amonmi? dedi Barat palvon. Ondan birdanla g'amkinlashib qoldi. Uning xiyolidan Qurban, Qosim Joda, Muhammad Gangung, Yasin jonlar neri bo'lmayotdi. Oldingi sap ketganlardan ajab xabar yo'q-ku. Qurban, Qosimlarni ajab sig'indiq. Ularga bir ish bo'lmagandi, dedi Yasin doktor. Oldingi sapga ketganlarning gepi chiqishi bilan tang o'ltirganlarning demi ichiga tushib ketishdi. Uy ichini mungluq sukut bosdi. Ular aman esan qaytib kelsa bo'ladi. Yurkim ansa so'qibla turdi, dedi Qaraquvon aradagi jimjitlikni bo'm ovozda buzib. Shingitsayning zo'rliq zo'mboloqlari chekidan oshdi. Odamni xolis tutib, xolisa urib so'qiyotgan. Pichoq go'shtdan o'tib so'ngakka bordi. Odam zumigar bo'lgan sari boshqalar uning ko'ziga qarab yashaydigan bo'lib qolamdi nima? dedi Nasraxon ochiq qilib. Rost, bu hukumatda insof degan nima qolmadi. Yuzsizlik-chu, ularni uzoq qolmay qaytib kelisizlar deb ilib ketgan. Va'dasiga amal qilmagan odamning cho'shqidan nim farqi? Odamni shundoqmi oldigan, bo'za qilgan bormi? Birdam sayisi davatgan, birdam siyliq silavatgan. Nima degan tugmagan ishlar bu? Ilmo biz chidavatimiz. Sukut ichida yashaverishning o'zimi odamga yaxshilik ilib kelmaydi. Biz zodi qachongacha mushundoq jabr zulm ichida yashaymiz? Bu xo'rliqdan cheki zodi nada? Mushundoq vaqtlarda qo'l qo'shtirib yashash vijdonli odamlar uchun o'lim. Bundaq yashashning nima ahamiyati? dedi Barat palvon esilib so'zlab. Uning go'shlik qapoqlari turilib, ko'zlari qo'rqinchli tus oldi. Badanlari g'azabdan titradi. Biz o'zimizni tunib yetguncha shundoq yashaymiz. Qaysi xalqda o'zini tunish ingi bo'lmasa, u mangu izilish ichida yashaydi. Men mushu kunlarda o'zimiz haqida ko'p o'ylaydigan bo'lib qoldim. Biz to'liq nodonlikda o'tibdimiz. Men ilm o'rganmay, behuda o'tgan hayotimga bakmo ichinaman, dedi Nasraxon cho'nqur o'ylanish ilikida. U ko'pni ko'rgan, o'rinliq fikr qiladigan kamtar odam edi. Gapinggo to'g'ri, lekin odamda qo'rqmas yurak bo'lishi kerak. Bilim bilan qaysarona ruh odamni xorliqdan xalos qiladi. Bizda hozir naq mush narsalar kam. Xo'janiyaz hojimda qo'rqmas yurak bor. Shunga uning inqilobi rivoj topdi. Lekin uningda bilim yo'q. Shunga u Shing Dobanning oldin xaltasiga tushdi, dedi Barat palvon hasrab. Shu inqilob qandoq qo'zg'algan bo'lg'aydi? dedi Turdaxon ko'zlarini Barat palvondan uzmay. Qandoq qo'zg'alatdi? Hukumat xalqqa olvan yasoqni ko'plab salgan, xalqni azgan, o'ltirgan, kallisni sepil darvosiga osgan. Ularning chidg'ushligi qolmay qo'zg'alib chiqqan. Xo'janiyaz bosh bo'lgan. Shundoq urushlar bo'lsa, odam bir puxadan chiqib olsa, dedi Ablis qari. Aldirma, ishtih oldimizda, dedi Nasraxon. O'g'u shundoq, biroq ichim siqilib bo'lolmayapman. Ey, desak gap to'la, dedi Turdaxon yukinib o'ltirib. Biz echinishli ahvolda yashayapmiz. Ota-bobolarimiz ochgan yerlarga tergan ziroatlarimiz bilan zo'migarlarni beqiyotimiz. Mol chorvalar cho'tihi. Bu nima kun bizga? Uning ko'zlariga ochiq yoshlar ilindi. Ezivatsa, bo'lavatsa, xotin qizlarimizni oyoq osti qilyapsa, u bo'g'ilib so'zlay olmay qoldi. Bu zulmmo bir kuni tugar. Xudoning ko'zi bor. Biz ojizlarga bir kuni baxt ato qilar. Ko'zlar Allohni ko'rmaydi. Alloh ko'zlarini ko'rib turdi, dedi Ablis qari. Ojizlar Xudoning yaqinlari emas. Yaratish Xudodan, yarilish bandadan. Har bir odamning taqdiri o'z qo'lida. Ochiqni doim ichiga yutib yashash mard,
xalqi uchun yuragi kavab bo'ladigan o'g'lonlarning ishi emas. Ochiqni ichiga yutishning payti bo'ladi. Meningcha hozir ochiqni ichiga yutib, quloq yopirib yashaydigan zamon emas, dedi Nasiraxon jiddiy qilib. To'g'ri deding. Bizning mo amdi kallamizni silik o'tadigan vaqtimiz kelib qoldi. Kishilar meni palvon deyishidi. Xalqqa biror yaxshilik qilib shuhrat qozonmay, palvon atalgandan ne mahmeti? Xudo bu jismimizni ittalashgandek bir-birimiz bilan chilishish uchunla yaratmagan. Xalq beshiga kun tushganda yovlar bilan jang qilishga yaratgan. Undaq janglarda qurbon bo'lgan odamlarning hech qanday armini qolmaydi. Shundoq deb hayajonlandi Yasin doktor. O'ltirib elib, ulug'var paranglarni qilganning hech qanday ahamiyati yo'q. Muhimi amaliyotda o'zini ko'rsatish, dedi Nasiraxon gapni kesib. Bu so'z o'ltirganlarning yuragiga tegdi. Qani, choynimi ichgach o'ltiringlar, dedi Ajarqon shirani qo'yib. Sirtda balalarning vang-chungi avjiga chiqdi. Mushu balalarga qarg'ansiri odamni g'am bosidi. Bizg'u bir amallar bilan yashab o'tib ketarmiz, dedi Yasin doktor oradagi sukutni buzib. Barat, biz maslahatlashib bir ish qilmamdiq, dedi qini qizib ketgan qora quvon. Hamda shundoq qilmasak bo'lmaydigan yerga yetdi. Avval o'ylashib puxta tayyorlik qilayli. Bu qilaman debla qilg'il bo'ldigan ish emas. Oldin qisab ketganlarmo kelsin, lekin buni qilmay bo'lmaydi. Shu arada Shamolxonning naqshisi anglanib barbara yaqinlab keldi. Bovam ochgan etizga terib qo'ydim men bug'day. Tursa beshimda qaraqchi men uni qandaq o'ray. Kakkuk, qaydisan kakkuk. Shamolxon ajoyib odam. Uning yuragi, yurtning yuragi, tiniqi xalqning tiniqi, dedi Nasiraxon Barat palvonga qarab. To'g'ri deysan, dedi Barat palvon chin qilib turib. Uning aytqini xalqni uyg'onishga chaqirayotgan hurlik marshi. Biz uning naqshlarini zulm zanjiri bo'ynimizga silinganda, pichoq so'ngakka taqashganda tushunyapmiz. Bo'lmasa u azaldan hurlik kuyini yangirtib kelgan. Texi uni tushunmayotganlar, tushunsimi yuraksiz holda yashayotganlar samandek. Biz nimanchili nodon? Rustam sifat o'g'lan Barat palvon bormi? dedi Shamolxon qo'rg'oga kirib. Uning yadang'u yuzlarini qo'riq bosgan bo'lib, ikki qo'liqiga gul qistirib olgan edi. Uyga kirsizlar, u bor, do'stlari kelibdikan, dedi Ajarqon. Shamolxon dada, bizga hikoya aytib bering, dedi Barat palvonning 12 yoshlardagi o'g'li Xivir balalar orasidan yugurib kelib. Keyin aytib beray, ha balam. Ma'qul. U shundoq deginicha balalarning yiniga yugurib ketdi. Shamolxon uning keyindan qarg'anicha turib qoldi. U bekor bo'lsa balalarga turli jang qissalarini so'zlab beradi. Uyga kirsizlar, mushu balaniza. Assalomu alaykum. Botir o'g'lonlar yig'ilibdi-ku. Nima karomat bu? Yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Yaxshi. O'zlari qandoqroq turdilar? Qani, yuqori o'tsizlar. Hammasi o'rinlardan turishdi. O'ltiringlar. Nada o'ltiray? Yanala dardman ana zamindan quchqida o'ltiraman. U shundoq deb supa levedala o'ltirdi. Bu yoq o'tib ketsizlar. Saat bo'ldi, mavi ish, dedi Barat palvon. Uni to'riga zo'rlab. Bo'ldi. Mushu yerda o'ltiray. Qani, sizlarmi o'ltiringlar? Ular qo'rinib o'ltirishgandan keyin duoga qo'l ko'tarishdi. Ha, tinch aman turdilarmi? Xudoga shukr. Rizqimizni yeyolmay ketib boramiz. O'zinglarchi tinch aman. Zamin yig'ilganda odam tinch aman yurolmaydi. Sarka tush ko'rsa qo'ylarni g'aflat bosadi. Men darmonsiz, lekin qo'limdan kelganini qilyapman. Ajarqon choy akirib Shamolxonning oldiga qo'ydi. Ha, o'g'lonlar, choy ichib o'ltirib ketdinglar. Yaxshi, bir-biridan kelishgan azimatlar. Xalq nima kun ko'ryapti? Zamin yig'layapti. Oldin qisab ketganlar ajoyib qiyin ahvolda yashayapti. Men hammani bilaman. Alni deb bormaydigan yerim yo'q.
Shundoqmi, Barat? Shundoq, dedi Barat palvon, o'pki deb turib. Bugun nihoyatda obdan yig'ilibsizlar. Men sizlarga bu yurtning tarixini ozgina so'zlab beray. Ba'zilar meni sarang, oshiq deydi. Lekin mening nimaga sarang, nimaga oshiq bo'layotganligimni bilishmaydi. Vijdoni o'yg'oq odamlarning ruhi har zaman isyon ko'tarib turadi. O'zini o'zi aldab, tarixni unutib yashash bir millat uchun zo'r fojia. Hammasi o'zlarini unutishib, uning so'zini butun diqqati bilan anglayotdi. Ular Shamolxonning ba'zi bir so'zlarini tushunmagandekmi qiladi. Uy ichida qayg'uliq bir holat hukm suratdi. Ularning ko'zlaridan mung, hasrat to'kiladi. Asli bu yurt yomon ko'zlardan xili vaqtlargacha nere turgan go'zal bir makon edi. Bu yurtning butun yerlari qo'yiq bo'stonliq, to'qayliq bo'lib, bu yerda har xil yovvoyi hayvonlar chepishib yuradi. Suzuk suvlar shildirlab tenimsiz eqib turadi. Bu yerni eng dastlabda bovalarimiz mundoq ochgan. Atish buyamatdan Qosim Bazgak, Musa Ko'nchi, Ilivoy, Turponli qimarvoz hikmaxonlar mazlumlarni elib muzdavondan o'tib, bu yurt orqali cho'chakka makonlash uchun mangan. Ular bu yurtga kelib qarasa, odamzat yo'q. Suvlar shildirlab eqib turgan, buğa marallar sakrishib yurgan, tabiiy o'rmonlik va cheksiz qilin chatqonlik, suvlari mo'l, jannatdek go'zal bir zamin. Ular bularni ko'rib tong qopdi. Ham bu go'zal makonda bir necha kun aram elishni o'ylabdi. Ular necha odamning g'olichi yetmaydigan yo'g'on bir so'k-so'k ostida aram elishibdi. U xuddi kapiga o'xshaydi ekan. Keyin bular kengash qilib bu yerda o'ltiraqlashib qopdi. Ondan bu yerni Bo'zdala deb atapdi. G'oljidan sapan ekilib, yerni ag'dirib bug'doy teribdi. O'stan chepib suv boshlabdi. Qora suvning bir qancha yerlariga tugman quribdi. Yurtni obodlashtiribdi. Har xil kasblar bilan shug'ullanib, bu yurtni gullantirishga boshlabdi. Boshqa yerlardan yana odamlar ko'chib kelib, bu yerni texmo obod qilibdi. Xalq inoq, bayoshat yashaydi ekan. Amdilikka kelganda qandoq bo'ldi? Uning ko'zlariga yosh pardalari tortildi. Men Shamolxon texa hayotchimu, o'lmadim. Uning ovozi titrab chiqdi. Shalong soqollari yinik silkindi. U o'rnidan asta turib, g'amkin holda chiqib ketdi-da, oz o'tmay naqshsi yangradi. Uy ichini ig'ir sukut bosdi. Hammasi boshlarini cho'kirib, o'z taqdiri ustida cho'nqur o'ylarga cho'kkan edi. Nemish bu? Beshinglarni ko'taringlar, dedi Barat palvon qat'iy ohangda. Biz endi qaddimizni ruslashimiz kerak. Shamolxonning so'zini angladinglarmi? U cho'chak aytmadi, rivoyat so'zlamadi. U tarix so'zladi. Tarix qon bilan yoziladi. Tarixni qandoq yozish har bir odamning e'tiqodiga va irodasiga bog'liq. U sal turib olib, hayajon bilan so'zini davom qildi. Biz hozir tayoq to'qmoq ko'tarib ko'chaga chiqqan bilan ishdan atmaydi. Avval kuch to'plashimiz lozim. Hozir bu hukumat bakmo g'aljirlashib ketdi. Hamma yerda xoinlar temizqilab mashkidak yuridi. Uning ustiga biznimi kuzib turayotgan ko'zlar bor. Bundan keyin nihoyatda ehtiyot bilan ish qilaylik. Hammamiz hozircha bu ishni ko'ngilda o'ylashib, tayyorlik ko'rib turaylik. Bu jannatlik maydonga tushadigan ish. Buningga sal qaramanglar. Hammamiz o'ylashib bo'lgandan keyin vaziyatni obdan kuzatib, bir nim deyishayli. Qani, o'ylashib ko'ringlar. Barat palvon bir mezgil vaziyatni kuzatib, ishni qandoq boshlash haqida o'y xiyollarni pishirib olishni ko'ngliga pukdi. Ham boshqalarning maylini sinab boqmoqchi bo'ldi. Ular qalbida o'zi tug'ilib o'sgan zaminga, xalqqa bo'lgan bir xil mehr muhabbat o'qchib, zo'ravon azguchi kuchlarga qarshi isyon big' surishga boshladi. Ular burunroq mushu xil to'yg'iga kelmay, bechorlarcha o'tkazgan hayotiga ichindi. Shu topda ularning yuragida o'zlarini yo'ruq bir tongga yetaklaydigan
ümit uchqunlari yongandek bo'ldi. Nurluq bir yulduz ularning yo'llariga oq yo'l tilab, yaqimliq kulimsirgandek qiladi. Barat qalban bu kuni kech ishni nadin boshlash, qandoq taraqqiy qildirish haqida ko'p o'ylandi. O'zining jangalliq orasida o'sgan bolalik hayotini, ota-onasini esladi. Bangboshliq ko'chalarida nochilik talishib, yurt kezgan, tavkalarda qon to'kkan, qizlarni deb boshqalar bilan yaqa siqishgan, kimlarningdir uyidagi otqa ko'zi tushib qilib tam ortilgan, yo'qolan ishlarni banida kimlarnidir urib maqchaytiyotgan chog'larini xiyol qilib, o'tgan kunlariga ichindi. Kalpuklarini tishlab qon chiqaribdi. Nasraxonning o'tkir so'zlari, Shamolxonning hikoyasi uning yurakini qayta mujidi. Uning vijdoni xo'rlangandek bo'lib, vujudi uyg'onish yolqinida kuydi. Qini qizidi. Ko'z oldida nurluq bir tong suzilayotdi. 4-bob tugidi.